Joriy yilning 30-iyul kuni Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini ko'paytirishda issiqxona xo'jaliklari faoliyatlarini tiklash va ularni qo'llab-quvvatlash orqali raqobatbardosh mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha bir qator topshiriqlar berilgan edi. Ana shu yuzadan Bog'ot tumanida viloyatimizda issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Hozir shu haqda. Qishloq xo'jaligi viloyatimiz iqtisodiyotining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lib, sohada mahsulotlar eksporti yildan-yilga ortib bormoqda. Bunda esa hududlardagi issiqxonalar faoliyati muhim o'rin tutadi. Ayni paytda viloyatimizda 281 ta tadbirkorlik subyekti jami 500 gektardan ortiq maydonda issiqxona xo'jaligi bilan shug'ullanmoqda. Ular joriy yilning shu davrigacha 31 ming tonnadan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishdi. Bevosita issiqxonaning o'zida tashkil etilgan tadbir avvalida Respublika soliq qo'mitasi rais o'rinbosari Ulug'bek Sa'dullayev va viloyat mutasaddilari tadbirkorlarga berilayotgan soliq imtiyozlari va qo'shimcha imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berishdi. Xususan, soliq qarzini to'lash muddati 2028-yil oxirigacha kechiktirilishi, olingan daromad jami daromadning kamida 60% ni tashkil etsa, ijtimoiy soliq stavkasi 12% dan 1% ga tushirilishi kabi yangiliklar tadbirkorlar tomonidan iliq kutib olindi. Kredit bilan bog'liq muammolarimiz bor. Shu paytgacha biz kredit foizini to'lab keldik. Bu yildan asosiy qismini to'lashda bir muammomiz bo'ladi. Prezidentimizning yangi qarori chiqayotir ekan. Shu qarorda muammolarimiz ham yechiladi. Oldingi yillar, misol uchun gaz ulashda muammo bo'ladi. Oldindan to'lab 100% edi gazda. Bu yil yana prezidentimiz shuni oldindan to'lab 50% ga tushirdi. Ko'mir ham baribir tan narxi gazdan arzon tushmaydi. Prezidentimiz endi shu ko'mirda ishlab turgan issiqxonalar ham gazga o'tirishga ruxsat berdi. Prezidentimizning qarori chiqquncha bizlar o'zimiz shunaqangi orzu qilardik, hamma hisob-kitobni, hisob raqamlarimiz orqali yuritishni orzu qilardik. Lekin ko'rib turganingizdek, baribir gazdan muammo bo'ladi, tokdan muammo bo'ladi. Bizni hisob raqamimizga taqiq qo'yilardi. Shu bilan biz abort qilishda rosa qiynaldik. Yana biz gaz pulini to'lash uchun paynetlar orqali to'lardik, tok pullarini ham paynet orqali to'lardik, ishchilarning oyligini ham qiynalardik, rosa qiynalardik. Hozir gazni ham, tokni ham, ishchilarimizning maoshlarini hammasini hisob raqamimizda aylantiradigan bo'ldik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ta'kidlandiki, ayni damda viloyat bo'yicha 67 ta faoliyat ko'rsatmayotgan issiqxonalar mavjud. Qariyb 106 gektar maydonda joylashgan obyektlarni qayta ishga tushirish yuzasidan yo'l xaritasi tasdiqlangan. Kelgusi yildan boshlab viloyatimizda issiqxonalarda yetishtiriladigan mahsulotlar hajmi 45 ming tonnaga yetkazilishi rejalashtirilgan. Yetishtirilgan hosilning 50% dan ortig'i eksportga yo'naltirilishi barobarida ichki bozorda ham talabni to'liq qondirish, ayniqsa qish mavsumida narxlarning asossiz oshib ketishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Mazkur muloqot jarayonida ham tadbirkorlarning faoliyatida uchrayotgan muammo va takliflari tinglanib, ularni hal etish bo'yicha zarur choralar belgilandi. Shu takliflarimizdan agarda subsidiya ajratilsa, ekishdan oldin remontlarga subsidiya ajratilsa, bu ham katta yordam bo'ladi. Rahmat hokimimizga yozda suv masalasi bo'yicha ham katta yordam berdi. Banklarga o'tib ketayotgan issiqxonalarni taklif kiritgandik. O yilga o'zgarmas narxda foizsiz ma'lum baho qo'yilganini oldindan o'zimizga 5% ni to'lash bilan maqsadida o'zimizga qaytarib berish masalalarini ko'rilib turibdi. Amalga oshib ketsa, tadbirkorlarga katta yo'l bo'lardi. Uchrashuvda tadbirkorlar tomonidan ko'tarilgan qator muammoli masalalar joyida ijobiy hal etildi. Ayrim masalalar yuzasidan esa mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berilib, ularning ijrosi qat'iy nazoratga olindi.